Hozirgi kunda qurilishning 70-80% beton tashkil etadi. Birinchi navbatda mustahkamligi, suv o'tkazuvchanligi va eng asosiysi umrbardoshligi yaxshi bo'lganligi uchun unga juda katta e'tibor berish kerak. Hamma beton ham bir xil emas. Qurilish me'yor talablariga to'g'ri keladigan holda tayyorlash talab etiladi. Masalan, yer sathidan pastga to'kilganda har xil tuzlarga qarshi, suv inshootlarida suv o'tkazuvchanligiga qarshi. Buning markasi W harfi bilan belgilanadi. Tog'li sharoitlarda, ochiq hududlarda turuvchi betonlarda muzlashga bardoshli qiladi. Buning markasi F harfi bilan belgilanadi. Vaqt talab etilganda mustahkamligini tezroq yig'uvchi betonlar. Oquvchanlik xususiyati bo'yicha buning markasi P harfi bilan belgilanadi. Konus cho'kmasi bo'yicha buning markasi P harfi bilan belgilanadi. Beton tarkibini tayyorlashda bularning har birini alohida hisobga olish kerak. Bizni kuzatib